bilan shunday dedilar: ey Abu Bakr, 3-sherigi Alloh bo'lgan 2 kishi to'g'risida fikringiz qanday? Quraysh rahbarlaridan biri Umayya ibn Xalaf baqirdi: Nega g'or og'zida turib qoldingiz? G'or og'zidagi o'rgimchakni ko'rmayapsizlarmi? Allohga qasamki, bu o'rgimchak to'ri Muhammad tug'ilishidan avval ham bor bo'lgan. Shunday qilib, izlaganlarini topa olmay qaytib ketishdi. Birgina o'rgimchakning nozik to'ri orqali Alloh ularning rejalarini chippakka chiqardi. So'ngra payg'ambarimiz va Abu Bakr g'ordan chiqishdi. Endi safarlarni davom ettirish vaqti yetdi. Ular Abdulloh ibn Urayqit bilan uchrashib, berilgan tuyalarni olib yo'lga chiqib ketishdi. Qizig'i shundaki, Abdulloh ibn Urayqit mushriklardan edi. Qilayotgan ishidan boshqalar xabar topsa nima bo'lishini bir o'ylab ko'ring. Undan tashqari payg'ambarimizga xiyonat qilib, mushriklarga ularni sotib berib, evaziga 100 ta tuyaga ega bo'lishi mumkin edi. Ammo payg'ambarimizga qilgan xizmati uchun 2 ta tuya olgan xolos. Ammo Urayqit gapida turadigan haqiqiy, ishonchli erkak bo'lgan. Hech kimga bildirmay ikkala tuyani keltirib, ularni yo'lga ravona qildi. Mushrik bo'lib turib ham va'dasini buzmadi. Xizmatingiz uchun rahmat. Hazvara degan joyga yetishgach, payg'ambarimiz tuyalarini to'xtatib, Makka ga so'nggi bor qarab oldilar. Qalbida chuqur qayg'u bilan shu so'zlarni aytdilar: Sen Allohning yerlari ichida eng yaxshisisan va men uchun eng sevimlisan. Agar u yer odamlari meni majbur qilmaganlarida seni tashlab ketmagan bo'lardim. Ammo qaytishlari haqidagi xushxabarni qabul qilib bo'lgandilar. Alloh taolo unga mana shu oyatlarni nozil qildi.